Hech o'ylab ko'rganmisiz, o'lim to'shagida yotgan insonlarning eng katta armonlaridan biri bu nima? Buni tadqiqot sifatida o'rganib ko'rishgan vaqtida shuni aniqlashganki, juda ko'p insonlar qaniydi boshqalar mendan kutganidek emas yoki men haqimda nima deb o'ylaydi deb emas, o'zim xohlagandek va baxtli yashasam edi deb o'ylashgan. Aynan mana shunday armon sizda ham bo'lmasligi va o'zingizni hayotingiz deb nomlangan kitobingizni ssenariysini va yozilishini o'zingiz yozishingiz uchun bugun sizlarga 8 ta effekt haqida gaplashamiz va bu effektlar sizni hayotingizni baxtli va o'z xohlaganingizdek boshqalar nima deydi deb emas, men xohlagan qanday bo'ladi, men xohlaganimda qanday bo'ladi deb yozilishiga yordam beradigan zo'r effektlar bo'yicha suhbatlashamiz. Va bu sizni hayotingizda yanada samarali va yanada mazmunli bo'lishga yordam beradi degan umidimiz bor. Birinchisi, projektor effekti. Psixologik tadqiqotlarga qaraganda, insonlarning juda ko'pchiligi atrofimdagi barcha insonlar men haqimda o'ylayapti va meni kuzatuvda olib boryapti deb o'ylashadi. Tadqiqotlarga qaraganda, bir inson atrofidagi insonlarning 50%ni uni kuzatishyapti va uni qilgan xatolardan xabardor deb bilishadi. Lekin afsuski, faqatgina 20% insonlargina bu xatoni sezishlari mumkin. Juda ko'p insonlar sizni kuzatayotgan vaqtida faqatgina sizni ayrim qilgan xatolaringizni ko'rishi mumkin, qolganlar esa o'zlarini muammolari va o'zlarini tashvishlari bilan ovora. Sizni juda ham siz o'ylaganchalik ko'p kuzatishmayapti. Bu narsani o'ylashlik sizni hayotingizni o'zingiz xohlagandek qurishingizga yordam beradigan eng asosiy zanjirlardan qutulishning eng asosiy yo'llaridan biri. Ikkinchisi, 18-40-60 qoidasi. Bu insonlar yoshidagi insonlarga qaratilgan va odamlar haqida o'ylaydigan tushunchalar yoshi haqida berilgan eng katta qoidalardan biri. 18 yoshida insonlar hamma meni kuzatishyapti va hamma meni ko'rib turibdi va hamma meni boshqaryapti degan tushunchada katta bo'lishadi. 40 yoshga kirgandan keyin insonlar meni hech kim kuzatmas ekan va hamma o'z tashvishi bilan ovora ekan deb o'ylashadi. 60 yoshida inson men boshqalar xohlagandek emas, boshqalar meni kuzatyapti deb emas, o'zim xohlaganda yashasam, qaniydi balkim hayotim boshqacha bo'lgan bo'larmidi deb afsus chekisharkan. Mana shunday afsuslar sizda bo'lmasligi uchun hozirdan buni bilib olingki, sizni hech kim siz xohlagandek va siz o'ylayotgandek ko'p kuzatishmayotganini tushunib yetishingiz avvaldan bo'lishi albatta yaxshiroq. Uchinchisi, tanqid bu tanqidchining ko'zgusi. Insonlar sizni tanqid qilayotgan vaqtida 90% insonlar o'zi aslida o'zini hayotidan kutayotgan va o'zini hayotida amalga oshmagan orzularini sizda ko'rib turib sizni tanqid qilishadi. Ya'ni siz o'zingizni qo'yayotgan videolaringiz yoki bo'lmasa odamlarga gapirayotgan fikrlaringizga sifatida kelayotgan tanqidlarning juda ko'pchiligi avvalambor shu tanqid qilayotgan insonlarning o'zidagi muammolardan kelib chiqadi. Ya'ni sizni nima deb tanqid qiladigan bo'lsa, o'zi aslida mana shu muammo o'sha insonning o'zida bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatida muammo o'zi aslida sizda emasligi, tanqid qilayotgan yoki negativ yozayotgan insonlarning o'zida ekanligini tushunib olishingiz ham yanada osonroq va yanada yengilroq sizga his qildirishi mumkin. To'rtinchisi, nima bo'pti mashqi? Agar sizni kuzatayotgan vaqtida biror bir muammo bo'ldi yoki bo'lmasa uyatli holat bo'ldi, nima bo'pti? Agarki siz kuzatayotgan vaqtida siz xato qildingiz. Kim xato qilmaydi? Nima bo'pti? Ya'ni bir insonni xato qilishi bu muammo emas, bu ayb ham emas. insonlar xatolardan dars chiqara olmasligi ayb. Xatoni hamma qilish mumkinligini tan olishlik bu sizga yanada yengilroq va yanada o'zingiz ustida jiddiy shug'ullanishingizga yordam beradigan eng asosiy qoidalardan biri bo'lishi mumkin. Oltin qoida shuki, sizni qadringizni boshqalarning fikri boshqarmasligi kerak. Sizni qadringiz faqatgina o'zingizni his qilgan va o'zingiz xohlagandek hayot tarzi bilan baholanishligi kerak. Beshinchisi, siz hamma uchun yaxshi bo'la olmaysiz. Agarki siz o'zingizni eng shirin shaftoli deb bilgan bo'lsangiz, albatta odamlar orasida shaftolini yoqtirmaydigan bitta bo'lsa ham inson topiladi. Hamma insonga yoqishlik va hamma xohlaganda yashashlik bu mumkin emas bo'lgan hayot tarzidir. Shuning uchun boshqalar sizni yoqtirmasligi yoki bo'lmasa sizni hayot tarzingiz kimlargadir yoqmasligi bu muammo deb qaralmasligi kerak. Hamma insonga yoqishning imkoni yo'q. Siz o'zingizga yoqsangiz va o'zingiz xohlaganda yashasangiz bu eng katta sizning yutug'ingiz hisoblanadi. 6-si, ijtimoiy tarmoqlardagi filtrdan chiqing. Bu nima degani? Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p insonlar muvaffaqiyatli insonlarni kuzatishi, muvaffaqiyatli insonlarni olib borayotgan yutuqlari, kimdirning mashina olishi, kimnidir uy sotib olishi, kimdir ko'proq sayohat qilayotganligi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan ayrim insonlarning yutuqlari sizni hayotingizda menda hech narsa o'xshamayapti yoki bo'lmasa menda hech narsa bo'lmayapti degan tushunchalarga yo'l ochmasligi kerak. Boshqalar nima qilishidan qat'iy nazar siz o'zingizni hayotingizni yashayapsiz va bu hayotda qanday baxtli, qanday muvaffaqiyatli va qanday ham erkin yashashlik bu faqatgina sizning qo'lingizda va faqatgina sizning xohishingizga ko'ra bu kitob yozilishligi kerak. 7-si,
Shaxsiy qadriyatlar ro'yxatini tuzing. Agar sizda aniq maqsad va qadriyatlar bo'lmas ekan, sizda har bir insonning fikri sizni qiziqtiraveradi va har bir inson sizni o'zini xohishiga ko'ra yo'llantiraveradi. Sizda maqsad va rejalaringiz bo'layotgan vaqtida sizga kelayotgan negativ fikrlar va sizga kelayotgan ayrim insonlarning fikrlari sizni qiziqtirmaydi. Nima uchun? Chunki bu sizni maqsadingiz olib borayotgan vaqtida xalaqit beradigan narsami yoki bo'lmasa bu maqsadingiz sari sizga yetaklab qo'yadigan maqsadmi yoki bo'lmasa gapmi? Bo'lishi mumkin katta bir mutaxassis insonlarning qilgan xatolar sababli sizga berayotgan nasihatlar. Bu albatta sizni agarki maqsad va qadriyatlaringizga yanada tezroq boshingiz sovchi bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi negativ. Va bundan o'zingizga xulosalarni olishingiz va buni hayotingizni va qarorlaringizni tuzatib olishingiz kerak. Lekin ayrim insonlarda bo'ladigan bu ish bo'yicha mutaxassis bo'lmagan insonlarning fikrlari sizni hech qachon qiziqtirmasligi va u fikrlar bilan hech qachon o'zingizni fikr va qadriyatlaringizni o'zgartirmasligingiz kerak. Bir narsani unutmang. Sizning maqsadlaringizni qanchalik kattaligi sizni kelajagingizni qanchalik katta va yoki kichkina bo'lishini belgilab beradigan eng asosiy unsurlardan biri. 8-si, ma'qullashga bo'lmagan texnik qoidasi. Har safar biror ish qilayotgan paytingizda ularga yoqarmikan yoki bo'lmasa insonlar nima derkan, mana bu insonga yoqarmikan degan tushunchani yo'qoting. Avvalambor bu ish sizga yoqyaptimi? Avvalambor bu ishdan siz mamnun bo'lyapsizmi va o'zingizni baxtli his qilyapsizmi? Aynan mana shu narsa sizni qiziqtiradigan narsa bo'lishi kerak. Agar siz boshqalarning fikri va boshqalarni olqishlovi asosida biror ish qilayotgan bo'lsangiz, unda siqilishingizga arziydi. Lekin siz o'zingizni baxtli his qilishlik va o'zingizga yoqqan birorta bir ishni qilishlikni reja qilayotgan bo'lsangiz, sizga yoqayotgan bo'lsa, eng katta maqtov va eng katta kommentariya bu sizni o'zingizni xohishingizga ko'ra qilayotgan ishingizdir. Shuning uchun boshqalarni ko'zidan va boshqalarni gapidan va boshqalarni olqishlariga e'tibor bergandan ko'ra o'zingizni ichingizdagi mana shu narsani qilishga nisbatan xohishga ko'proq e'tibor berishingiz bu sizga eng katta yordam beradigan narsa. Bu xulosalardan va bu videodan kelib chiqqan holatida hech qachon boshqalarni mensimaslik ustida o'zingizni kibrli qiling va o'zingizni ko'proq seving degan ma'noni bu yerga yo'llantirish niyatimiz yo'q. Agarki siz birorta bir ishni qilayotgan vaqtingizda mana shu ish bo'yicha mutaxassis va shu ish bo'yicha oldin bu ishlarni qilib ko'rgan birorta bir insonni bildirgan fikri bo'ladigan bo'lsa, uni albatta qabul qilishlik va undan albatta o'zingizga nisbatan xulosa chiqarishingiz kerak. Lekin siz qilmoqchi bo'lgan hayot yoki siz qilmoqchi bo'lgan ishga umuman yaqiniga ham kelmagan birorta bir insonlar bu haqida fikr bildirayotgan va sizni ishingizni qorlayotgan bo'lsa, bu ishni, bu sizni qadriyatingiz va maqsadlaringizdan to'smasligi va bu ishda to'xtab qolmasligingiz kerak. Odamlar gapiraveradi, siz esa ishingizga sari yetaklab borib ketaverasiz. Sizning hayotingiz bu sizning muallif asaringizdir va bu mualliflik asari qanchalik go'zal va qanchalik shirin bo'lishi albatta sizning qo'lingizda. O'zingiz xohlaganda yashang va o'zingiz xohlaganda hayot kechiring. Eng asosiysi afsuslar va nadomatlarga kam bo'lgan hayot hammamizga nasib qilsin. Agar sizga videoyimiz ma'qul kelgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa, izohlarda bu to'g'risida fikr va mulohazalaringizni qoldirishingizni va keyingi ko'rsatuvlarimizda mavzulari qanday bo'lsa sizga yanada manzur va yanada foydali bo'lishini yozib qoldirishingizni ham sizdan so'rab qolgan bo'lardik. Mehnatimizga yarasha va mehnatimizga bergan bahoyingiz sifatida like tugmasini bosishlikni va obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlarga mana shunday go'zal videolarni olishlikda davom etamiz. Siz esa maroq bilan kuzatib, hayotingizni yanada go'zal shaklda o'zgartirishga davom eting. Salomat bo'ling.